Diqqat qiling. Bu ma'lumot pensiya olayotgan har bir inson, ota-onasi yoki yaqin qarindoshi pensiya oladigan har bir oila uchun juda muhim. 1 iyuldan boshlab ayrim holatlarda yangi ma'lumotnoma, tasdiqlovchi hujjat yoki yangilangan ma'lumot bo'lmasa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi, kechikishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun emas, aksincha siz oldindan tayyor bo'lishingiz. Pensiyangiz bloklanib qolmasligi, ortiqcha yugurga tushmasligingiz uchun tushuntiryapman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar pulidan, vaqtimdan va asabidan yutadi. Avvalo masalaning o'zini oddiy qilib tushuntirib beraman. Pensiya bu shunchaki har oy kartaga tushadigan pul emas. Pensiya davlat tomonidan aniq ma'lumotlar asosida tayinlanadi va to'lanadi. Ya'ni fuqaroning yoshi, ish staji, mehnat faoliyati, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati, yashash joyi, tirikligi, boshqa davlatga ko'chib ketmaganligi, bank kartasi yoki hisob raqami to'g'riligi, ayrim hollarda o'qish yoki parvarish holati kabi ma'lumotlar doimiy tekshirib boriladi. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar, mahalla, tashkilot, arxiv, tibbiy komissiya yoki boshqa idoralardan olinadigan ma'lumotnomalar orqali yuritilgan. Odam bir marta hujjat topshirgan, pensiya tayinlangan. Keyin yillar davomida faqat pulni olib yurgan. Ammo hozir davlat idoralari o'rtasida elektron almashinuv kuchaygani sari eski ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, tizimda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Mana shu joyda eng muhim nuqta bor. Agar tizimda siz haqingizdagi ma'lumot to'liq bo'lmasa, eski bo'lsa yoki boshqa idora bazasidagi ma'lumot bilan mos kelmasa, pensiya jamg'armasi to'lovni tekshiruvga qo'yishi mumkin. Bu har doim ham pensiya butunlay bekor bo'ldi degani emas. Ko'pincha bu vaqtinchalik to'xtatish, aniqlashtirish yoki hujjat talab qilish jarayoni bo'ladi. Lekin pensiya puli ko'pchilik oilalarda asosiy daromad ekanini hisobga olsak, hatto bir oy kechikish ham katta muammo. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, nabiralarga yordam, kredit yoki qarzlar bor. Shuning uchun men bugun sizga kimlar xavf guruhida, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi ehtimoli bor amalda nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Oldin qanday edi? Masalan, bir kishi 2010 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqan bo'lsa, u mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomalarini, arxivdan ish haqi haqidagi hujjatlarni topshirgan. Pensiya hisoblangan va har oy to'langan. Agar u yashash joyini o'zgartirmasa, bank kartasi ishlasa, boshqa muammo bo'lmasa, ko'p hollarda undan qayta hujjat so'ralmagan. Nogironlik pensiyasida esa tibbiy xulosa muddati bor bo'lsa, o'sha muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lgan. Lekin baribir ko'p narsa qog'ozga bog'liq edi. Endi nima o'zgaryapti? Hozir pensiya tizim boshqa bazalar bilan solishtiriladi. Fuqarolik holati, dalolatnomalari, yashash manzili, soliq, bandlik, tibbiy xulosa, oliy ta'lim yoki professional ta'limdagi o'qish holati, bank ma'lumotlari, hatto ayrim hollarda chet elga ketish-kelish ma'lumotlari ham tekshirilishi mumkin. Agar bir joyda sizning familiyangiz eski yozuvda, boshqa joyda yangilangan yozuvda bo'lsa, pasport yoki ID karta almashgan bo'lsa, tug'ilgan sana yoki ism sharifda bitta harf farqi bo'lsa, tizim sizni avtomatik tanimasligi mumkin. Shunda odam aytadi: "Men 20 yildan beri pensiya olyapman. Nega endi muammo chiqdi?" Sababi muammo siz pensiyaga haqli emasligingizda emas, ma'lumotlar elektron tizimda bir-biriga mos kelmayotganda bo'lishi mumkin. Kimlar birinchi navbatda e'tiborli bo'lish kerak? Birinchi guruh bu nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi muddatsiz emas, muddatli bo'lsa, ya'ni 1 yilga, 2 yilga yoki ma'lum sanagacha berilgan bo'lsa, muddat tugagandan keyin yangilangan xulosa bo'lmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Masalan, o'qin 2 guruh nogironligi 2025 yil iyungacha belgilangan fuqaro 1 yildan keyin qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, tizimda asos yo'q deb chiqadi. Bu yerda odamning kasalligi borligi alohida masala, ammo to'lov uchun rasmiy xulosa kerak. Shuning uchun tibbiy ko'rik sanasini kutib o'tirmasdan, kamida bir necha hafta oldin oilaviy poliklinika yoki tegishli tibbiy muassasa orqali hujjatlarni tayyorlash kerak. Ikkinchi guruh bu boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ayniqsa 15 yoshdan oshgan.
Lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar. Qonunchilikda bunday holatlarda pensiya odatda o'qish davom etayotganini tasdiqlovchi ma'lumotga bog'liq bo'ladi. Masalan, otasi vafot etgan farzandi 19 yoshda universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. Agar o'quv yili tugasa, akademik ta'til olsa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki universitetdan chetlashtirilsa, bu pensiya olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Agar talaba haqiqatan ham kunduzgi o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, ta'lim muassasasidan berilgan ma'lumotnoma yoki elektron bazadagi tasdiq to'g'ri ko'rinishi kerak. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtaydi va keyin hujjat olib borishga to'g'ri keladi. Uchinchi guruh bu boshqa shaxs parvarishida bo'lganlar yoki parvarish bilan bog'liq nafaqa oluvchilar. Masalan, bolalikdan nogiron farzandini parvarish qilayotgan ona yoki o'zgalar parvarishga muhtoj deb topilgan keksa fuqaro bilan bog'liq holatlar. Bunday ishlarning har birida asos bo'ladigan tibbiy xulosa. Parvarish qiluvchi shaxs haqidagi ma'lumot, yashash manzili va oilaviy holat aniq bo'lishi kerak. Agar parvarish qiluvchi boshqa joyga ko'chib ketgan, ishga kirgan, hujjatda nomuvofiqlik bor yoki tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, tizim savol beradi. Savol berildi degani darhol aybdor degan emas, lekin pul kechikishi mumkin. 4-guruh bu mehnat staji va ish haqi ma'lumotlari eski qog'oz hujjatlarga tayangan pensionerlar. Masalan, odam 1995 yildan 1997 yilgacha kolxozda, zavodda yoki yopilib ketgan korxonada ishlagan. Pensiya tayinlanganda arxiv ma'lumotnomasi topshirilgan, lekin hozir elektron bazada shu korxona nomi, ish davri yoki ish haqi ko'rinmayapti. Agar qayta hisoblash, tekshiruv, indeksatsiya yoki qo'shimcha davrini tasdiqlash masalasi chiqsa, arxiv ma'lumotnomasi yana kerak bo'lishi mumkin. Ba'zan odamning mehnat daftarchasida muhr xira bo'ladi. Lavozim nomi tushunarsiz yozilgan bo'ladi. Sana ustidan tuzatish qilingan bo'ladi. Ana shunday mayda ko'ringan narsalar pensiya hisobida katta ahamiyatga ega. 5-guruh bu yashash joyini o'zgartirgan yoki uzoq muddat chet elda bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner Toshkentdan Farg'onaga ko'chdi, lekin doimiy ro'yxatga olish ma'lumotlari yangilanmadi. Yoki farzandlari yoniga Rossiyaga, Qozog'istonga, Turkiyaga bir necha oyga ketdi. Bank kartasidan pulni qarindoshi yechib turdi. Ayrim holatlarda pensiya oluvchi shaxsning o'zi tirikligi O'zbekistonda yashash holati yoki hisob raqamidan foydalanish bo'yicha aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Ayniqsa naqd pul oladigan, ishonchnoma orqali oladigan yoki uzoq vaqt bank operatsiyasi qilmagan fuqarolarda savollar ko'payadi. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yoshga doir oddiy pensiya olsangiz, pasport yoki ID kartangizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, nogironlik yoki o'qish kabi muddatli asosga bog'liq bo'lmasangiz, odatda har oy pensiya davom etadi. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki xatolik ba'zan sizdan emas, tizimdan, eski hujjatdan, idoralar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvidan yoki bankdagi texnik holatdan ham chiqishi mumkin. Hayotiy misol keltiraman. 67 yoshli onaxon har oy 20 million 800 ming so'm pensiya oladi. U 2023 yilda ID karta olgan. Lekin bankdagi eski ma'lumotlar pasport seriyasi bilan qolgan. Bir oy pensiya tushmadi. U darhol pensiyamni olib qo'yishdi deb o'yladi. Aslida bank hisobidagi shaxsiy ma'lumotni yangilash kerak bo'lgan. Bankka ID karta bilan borib, ma'lumotlar yangilangandan keyingi to'lov tiklangan. Bu yerda katta huquqiy muammo yo'q. Ammo odam bir oy asabiylashdi. Doriga pul topishda qiynaldi. Yana bir misol. 20 yoshli yigit o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan. U kollejni tugatib, keyin universitetga kunduzgi o'qishga kirgan. Lekin yangi o'qish ma'lumotnomasi pensiya bo'limiga vaqtida yetib bormagan. Tizimda u endi o'qimayapti degan holat paydo bo'lgan. Natijada to'lov to'xtagan. Keyin universitetdan ma'lumotnoma olib, ariza yozib, pensiya bo'limiga topshirganidan so'ng to'lov qayta ko'rib chiqilgan. Agar bu ishni iyun oyida qilganda, iyuldan muammo bo'lmasdi. 3-misol, 2 guruh nogironligi bor fuqaroning tibbiy xulosasi 3-iyungacha amal qilgan. U qayta ko'rishni avgustda o'taman deb yurgan. Iyulda to'lov tushmadi. Chunki pensiya to'lovi uchun kasallikning o'zi emas, aynan rasmiy nogironlik guruhi amal qilishi kerak. Keyin hujjatlar yig'ildi, shifokorlar ko'rigidan o'tildi. Komissiya xulosasi chiqdi.
Ammo bu vaqt ichida oilada moliyaviy uzilish bo'ldi. Shuning uchun men doim aytaman, muddatli hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmang. Bu masalada eng ko'p uchraydigan xatolardan biri odamlarning menga hech kim qo'ng'iroq qilmadi, demak hammasi joyida deb o'ylashidir. Yo'q, pensiya bo'limi har bir odamga alohida qo'ng'iroq qilib eslatib yurishi shart deb o'ylamaslik kerak. Ba'zan SMS keladi, ba'zan mahalla orqali ogohlantiriladi. Ba'zan elektron tizimda xabar bo'ladi. Lekin ko'p hollarda fuqaro o'zi ham mas'ul bo'lishi kerak. Ayniqsa hujjatingiz muddat tugayotganini siz bilasiz. Pasport almashganingizni siz bilasiz. O'qish shakli o'zgarganini siz bilasiz. Shuning uchun oldindan harakat qilish eng to'g'ri yo'l. Yana bir nozik jihat. Pensiya bloklanishi degan gapni ham to'g'ri tushunish kerak. Bloklanish har doim jazo emas. Ba'zan bu to'lovni vaqtincha ushlab turish, ortiqcha to'lovning oldini olish yoki hujjatni aniqlashtirish mexanizmi. Masalan, agar tizimda pensioner vafot etganligi haqida ma'lumot chiqsa, lekin bu xato bo'lsa, albatta to'lov to'xtatiladi va aniqlashtiriladi. Yoki ismi sharif o'xshash ikki odamning ma'lumoti aralashib ketgan bo'lsa, tizim xavfsizlik uchun tekshiradi. Bu yoqimsiz, lekin davlat mablag'lari noto'g'ri to'lanmasligi uchun shunday mexanizm bo'lishi tabiiy. Istisnolar haqida ham gapirish kerak. Ba'zi ma'lumotnomalar endi fuqarodan qog'oz shaklida talab qilinmasligi mumkin. Chunki idoralar o'zaro elektron oladi. Masalan, ayrim hollarda fadyo, soliq, bandlik yoki ta'lim ma'lumotlari elektron keladi. Lekin elektron tizim ishlamasa, ma'lumot bazada yangilanmagan bo'lsa, eski arxiv hujjati raqamlashtirilmagan bo'lsa, sizdan qo'shimcha tasdiq so'ralishi ehtimoli bor. Demak, hammasi elektron bo'ldi. Men hech narsa qilmayman degan fikr ham xavfli. Elektron tizim qulaylik beradi. Lekin ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, uni to'g'rilash baribir fuqaroning ishtirokini talab qiladi. Pitfall, ya'ni ko'pchilik bilmaydigan tuzoqlardan biri ishonchnoma orqali pensiya olish. Masalan, pensioner yoshi katta. O'zi bankka bora olmaydi. Pulni o'g'li yoki qizi oladi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermaydi. Ba'zida odamlar buni pensiya bloklandi deb tushunadi. Aslida pensiya hisobga tushgan bo'lishi mumkin. Faqat uni olish uchun vakolat muddati tugagan. Shuning uchun ishonchnoma sanasini, bank kartasi amal qilish muddatini, PIN kod va hisob holatini alohida tekshirib boring. Yana bir tuzoq bank kartasi muddati. Karta muddati tugasa, pensiya tushmay qoldi deb xavotir bo'lishadi. Aslida mablag' hisobda turishi yoki qaytishi mumkin. Bank operatsiyasi bajarilmaydi. Pensionerlar ko'pincha karta muddatiga e'tibor bermaydi. Karta yuzasida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat iyun oyida tugasa, iyulda muammo bo'lishi mumkin. Oldindan bankka borib kartani yangilang. ID karta yoki pasportni olib boring. Telefon raqamingiz ham faol bo'lsin. Chunki SMS va tasdiqlash kodlari kerak bo'lishi mumkin. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi turdagi pensiya yoki nafaqa olayotganingizni aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki parvarish bilan bog'liq to'lovmi? Turiga qarab talab qilinadigan hujjatlar farq qiladi. Agar buni bilmasangiz, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. Telefon orqali so'rang yoki shaxsiy hujjatlaringiz bilan boring. Ikkinchi qadam, muddatli hujjatlaringizni tekshiring. Nogironlik xulosasi qachongacha amal qiladi? O'qish ma'lumotnomasi qaysi o'quv yiliga berilgan? Ishonchnoma qachongacha kuchda? Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Pasport yoki ayda kartangizdagi ma'lumot bank, pensiya bo'limi va boshqa idoralardagi ma'lumot bilan mosmi? Mana shu oddiy tekshiruv ko'p muammoning oldini oladi. Uchinchi qadam, kerakli hujjatlarni yig'ing. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa yoki komissiya qarori kerak bo'ladi. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, farzand uchun tug'ilganlik guvohnomasi, 12 yoshdan oshgan talaba uchun kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ish staji yoki ish haqi masalasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi ish joyidan tasdiqlar. Sud qarori bo'lsa, sud hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, pensiya bo'limiga ariza bilan murojaat qiling. Arizada aniq yozing: men falon turdagi pensiya olaman. 1 iyuldan keyin to'lovim to'xtab qolmasligi uchun ma'lumotlarimni tekshirishni so'rayman. Zarur bo'lsa hujjatlarimni yangilashga tayyorman. Agar pensiya allaqachon tushmay qolgan bo'lsa,
Arizada to'lov nima sababdan to'xtatilganini yozma ravishda tushuntirib berishni va kamchilik bartaraf etilgach to'lovni tiklashni so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza keyingi jarayonda sizni himoya qiladi. 5-qadam hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi belgi oling. Agar arizani qog'ozda topshirsangiz, ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana mas'ul xodim imzosi yoki kirim raqamini qo'ydiring. Agar elektron topshirsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Telefoningizda skrinshot qiling, qog'ozni papkaga soling. Keyin siz hujjat topshirmagansiz yoki bizga kelmagan degan gap chiqsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. 6-qadam. Bankdagi ma'lumotlarni ham tekshiring. Pensiya bo'limida hammasi joyida bo'lishi mumkin. Lekin bank kartangiz yopilgan, muddati tugagan, hisob raqami bloklangan yoki telefon raqamingiz eski bo'lsa, pulni ola olmaysiz. Bankka pasport yoki ID karta bilan boring. Karta faolmi? Hisob raqami to'g'rimi? Pensiya tushumlari uchun cheklov yo'qmi? Shularni so'rang. Ayniqsa yaqinda pasport almashtirgan bo'lsangiz, bank bazasini yangilang. 7-qadam. Qarindoshlar pension ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksa insonlar idoraga borishdan tortinadi, navbatda turishga qiynaladi, hujjatnomalarni tushunmaydi. Farzandlar o'yjon pensiya olyapti, hammasi joyida deb yurmasin. Bir marta yo'lga boring, hujjat papkasini ko'ring, bank kartasi muddatini tekshiring. Telefon raqami ishlayaptimi, SMS kelyaptimi, pensiya qaysi sonda tushadi, shularni bilib qo'ying. Bu hurmat ham, mas'uliyat ham. Agar pensiya to'xtab qolsa, nima qilish kerak? Birinchi kuni vahimaga tushmang, lekin kutib ham o'tirmang. Avval bankdan hisobga pul tushgan-tushmaganini tekshiring, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Sababini aniq so'rang. Hujjat muddat tugaganmi? Tizimda nomuvofiqlik bormi? Bank ma'lumoti noto'g'rimi? Yashash joyi bo'yicha tekshiruv bormi yoki boshqa asos bormi? Agar sababni og'zaki aytsa ham, imkon qadar yozma javob so'rang. Keyin aynan o'sha sababni bartaraf etadigan hujjatni olib boring. Hamma hujjatni aralashtirib ko'tarib yurish shart emas, lekin asosiy papka tayyor bo'lsin. Agar siz haqingizda noto'g'ri ma'lumot chiqsa, masalan vafot etgan deb ko'rsatilsa, ism sharif noto'g'ri bo'lsa, tug'ilgan sana xato bo'lsa, buni tezda tuzatish kerak. Bunday holatlarda FADIYO ichki ishlar organlari, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki boshqa tegishli idoraga murojaat qilish talab etilishi mumkin. Pensiya bo'limi hamma xatoni o'zi tuzatib bera olmaydi. Chunki u ko'pincha boshqa bazadan kelgan ma'lumotga tayanadi. Shuning uchun qaysi idorada xato bo'lsa, o'sha joyda tuzatish kiritish kerak. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech kimga pul berib pensiyani ochib beraman. Ma'lumotnoma tezlashtirib beraman. Tizimdan o'tkazib qo'yaman degan va'dalarga ishonmang. Rasmiy to'lov bo'lsa, bank yoki kassaga to'lanadi, kvitansiya bo'ladi. Pensiya masalasida pora yoki tanish-bilish izlash keyin yanada katta muammo keltirishi mumkin. Hujjatingiz to'g'ri bo'lsa, sizning huquqingiz bor. Uni qonuniy yo'l bilan talab qiling. Demak, asosiy xulosa shuki, iyuldan keyin ayrim toifadagi pensionerlar va nafaqa oluvchilar uchun ma'lumotlar yangiligi juda muhim bo'ladi. Ayniqsa nogironlik xulosasi muddati tugayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini o'qish asosida olayotganlar, ishonchnoma orqali pul olayotganlar, bank kartasi muddati tugaganlar, pasport yoki ID karta almashganlar, yashash joyini o'zgartirganlar va eski arxiv hujjatlarga tayanganlar hozirdanoq tekshiruv qilish kerak. Bu ishni oxirgi kunga qoldirsangiz, pensiya bir oy kechikishi ham mumkin, hujjat ortidan yugurishingiz ham mumkin. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun hujjatlaringizni bir papkaga soling, karta muddatini tekshiring. Tibbiy yoki o'qish ma'lumotnomangiz muddati tugamaganini ko'ring. Zarur bo'lsa tuman pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olsa, ularga bu videoni tushuntiring yoki birga tekshirib chiqing. Pensiya oilaning barqaror daromadi. Shuning uchun bu masalaga beparvo qarash mumkin emas. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, pensiya kechikkanmi, hujjat so'rashganmi, qaysi ma'lumotnoma kerak bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ogohlantirishni bir kishi vaqtida eshitsa ham, o'z pensiyasini vaqtida saqlab qolishi mumkin.